Ichinglarda namoz o'qimayotganinglar bor. O'qimay yuribsizlar shu yoshga chiqib. Nima uchun o'qimayapsizlar? Qur'on o'qimaganinglar uchun o'qimayapsizlar. Chekadiganinglar bor. Ichadiganinglar bor. Nima uchun shuni qilyapsiz? Qur'on o'qimaganinglar uchun qilyapsizlar shu ish. Aka-uka bilan yuz ko'rmaslar bor, qo'shni bilan yuz ko'rmaslar bor, tarozidan urayotganlar bor, birovni haqqi niyat. Nima uchun? Qur'on o'qimayotganligimiz uchun qilyapmiz shu ishni. Qachon qo'y o'qiymiz? Qani etinglar, qachon? Kundan kun qabrimizga, hisob-kitobga yaqinlashyapmiz. Bugundan o'qinglar. Erta kech bo'ladi. Erta aniq kech bo'ladi. Chunki ko'ryapsizlar, o'lim nihoyatda yaqin ekanligi, bugun bor odam ertaga o'lib qolishi mumkinligini mana shu darddan bildik, yaqinligini bildik. Shuning uchun bir kun bo'lsa ham xayrli ishga, Allohning baytiga, ibodatga harakat qilib qo'yaylik. Peshonamiz sajda ko'rib qolsin. Bir odam vafot qildi. Xotinining qornida bolasi qoldi. Buni ko'rmagan, bunga bir tarbiya bermagan, haligi bola katta bo'libdi, tili chiqibdi. Xotini shu bolani muallimga olib boribdi. Muallim o'sha kuni haligi bolaga Bismillahirrohmanirrohim deb o'rgatibdi. Bu bolacha Bismillahirrohmanirrohim debdi. Mehribon va rahimli Alloh debdi. Alloh aytibdi. Bir bola meni mehribon desa, rahimli desa, men buni otasini azoblaymanmi debdi. Shunaqa mehribon. Xudoga bahona kerak. Shundan o'ylayveraman, umid qilaveraman, bolamga taborak o'qitishni yodlataman, Yosin yodlataman, Qur'on yodlataman. Men o'lganimda shuni bahona Xudo meni avf etadimikin deb.